Selam dostlarım. Min bik motor yerga keldim. Ana, qorli tog' ko'rinib tura. Tog' boshina burek kiygan kibik. Eyyimi? Shunday motor go'zal yerda shiltirab shishma og'ib o'tira. Bizning ovulimiz yonidagi shishma bu. Shishma Alloh Taala bergan zo'r ne'mat. Shishmaning suvi shista, sof, tanga sihat beradi, kuch kiritadi. Biz shishma suvini keldik. Do'stim Osilqoyni da o'zi biz bilan oldi. Romay, necha topqir ovulga qaytib, shishmaga meni birinchi topqirgina olib kelasan. Shulaymini? Ayda, Osilqoy, shishaga suvni to'tiramiz. Ayda. Shunday tez to'la, subhanalloh. Mana, shisha biz to'ldi-da. Romay, onun kranni nechuk burilasan? Osilqoy, shishma suvi kran suvi tugul. U gil og'ib tura. Onu to'xtatib bo'lmaydi. Shishmalarni tartib qarab turarga kerak. U izgi ish sanaladi. Shishma suvini olib qaytib, zo'r shishaga to'tirib, ta'mli etib shay ishlarmiz. G'aylam bilan o'tirib. Do'stlarim, eson sog' bo'ling'iz. Sizning da shaylaringiz ta'mli bo'lsin.